Assalomu alaykum. Eng arzon mollar kanali obunachilari. Bugungi chislamiz 13-aprel, haftaning yakshanba kuni. Fermamizda sotiladigan bir dona sigirimiz bor. Shuni qisqacha obzorchasini qilib beramiz. Sigirimizni rossiyskiga sameshini qo'shilgan, jaydari qo'yilgan ala parodamiz. Sigirimiz 4-bolasini tuqqan, bolasi urg'ochi. Mana orqa taraflaridan ko'rinishi. Sigirimiz umuman patera bo'lmagan, har yili qochadi, har yili tug'adi xudo xolisa. Sutlariga keladigan bo'lsak, 10 litr o'zimizda sog'amiz. Hozirgi kunda 8 litrga garantiyaga beramiz. Manaki. Mana bolasi ham. Bolasini shved qo'yganmiz, sun'iy urug'lantirilgan. Bolasi shved. Mana sigirimiz. Yillari ham oppoq, 4 tala yenining sog'lomligiga 100% garantiya beramiz. Yelalari yumshoq, qo'l tegsa tushadigan sigirlardan. Mana so'rg'ichlari. Kelinglar, hammalarni fermada kutib qolamiz. Nomerlar qo'yib o'tamiz. 99lik 859 58 58 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Lokatsiya va yana nimadir ma'lumotlar qiziq bo'lsa, shu nomerga aloqaga chiqsanglar, podrobni tushuntiramiz.